Tak, assalomu alaykum hammaga do'stlar. Tuzingizlar. Bugungi videomiz sizlarga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Tak, bugun Brawl Starsda to'g'ri o'ynash, to'g'ri gadjet shunga o'xshagan life hacklar haqida bo'ladi bu videomiz. Albatta bizga bunga bitta sherik kerak bo'ladi. Tak, Ryzen'dan tashqari hamma bo'laveradi. Ryzen X. Tak, albatta hazil. Tak, bo'lmasam videoni boshladik. Birinchi life hack videomiz bu dodging, ya'ni spike to'qidan qochish. Albatta men buni sizlarga o'rgata olmayman, chunki video davomida o'zimda omadim kelib turib o'qlari tegmay qolgan. Hazil. Spike to'qlari shunaqa sachrab ketadi. Spike to'qidan qochish uchun albatta skill talab qilinadi. Lekin bitta o'rgan olgandan keyin oson bo'lib ketadi. Ikkinchi life hack videomiz jinning ultasidan qochish bo'ladi. Ertida ulta bo'lishi kerak. Jin ulta ishlab turganda ultalaringni qo'yib, gadjet ishlatib, ulta to'ldirib, keyin ultasidan qochsalaring bo'ladi. Xo'sh, uchinchi life hack o'tamiz. Bu oddiy o'qdan ko'ra tezroq o'q otish life hacki. Oddiy o'q otsalaring mana juda ham sekin tarzda otiladi. Bitta gadjet va bitta o'q bilan otsalaring juda ham tez ko'rishlaring mumkin. Bu life hackimizni yopiq kartalarda ko'proq ishlatsalaring, yutish ehtimollaring juda ham oshadi, почти 100% ga. Tak, mana 4-chi life hackimizga ham yetib keldik. Bunga bizga feng kerak bo'ladi. Fengda xuddi shu texnikani qilib juda ham katta damage, ya'ni 12000 damage olish texnikasi. Tak, bilmadim, sanoqda ham adashib ketdim. Menimcha 5-chi life hack bu. Kadze ancha skill talab qiladigan brawler. Shuning uchun ko'proq haste kartalariga olinadi. Ryzen, iltimos chekkaroqqa borib turing. Videoga xalaqit berasiz. Rahmat. Mana shu texnikadan foydalanib, har bitta o'qlaringda 3000 damage dan olish texnikasi bu. Chap tomonga bosib turaverasizlar, o'qni avto aim qilib bosib turaversalaring 3000 damage dan olaveradi har bitta o'qida. Bunaqa hisoblab, mo'ljallab chiqish shart emas. Oson texnika. Keyingi life hackimizga o'tamiz. Bu hamma bilgan BB'ni o'sha ultasini to'g'ri ishlatish. O'q bilan otib turganda bir yo'la ulta ishlatib yuborish. BB'da ko'pchilik buni qilaman deb shoshilib qo'yadi. O'qni ishlatib sirazi ulta ishlatib yuboradi. Bu xato. Xuddi shunaqa vaziyat bo'ladi. Buni qilish uchun o'q otishini kutib, o'sha urib turgan paytda mo'ljallab turib ulta ishlatib yuborish kerak. Bu unchalik ham qiyin texnika emas. O'rganib olgandan keyin qilsa bo'ladigan texnika, ya'ni o'rgangandan keyin o'sha oson bo'lib qoladi qilish. Tak, endi Frankni giperidan qochishni o'rganamiz. Frankni giperidan qochish qiyinroq, lekin mana shu Frank ulta ishlatib turganda tagiga kirib olsa, bu juda ham oson bo'ladi. Tagiga. Frankni yon tomondan giperidan qochish qiyin, lekin men sizlarga ko'rsatib beraman qanday qochishni. Yerlar yon tomondan qochish qiyin ekan. Keyingi life hack videoga o'tamiz. Xo'sh, mana videomizning oxiriga ham yetib keldik. Bu life hackimiz Starnova bilan bo'ladi. Starnovani o'qini cheksiz qilish. Giper ishlatganda o'sha giper payti yana bitta ulta to'ldirib, o'sha giper tugagandan keyin ham o'qlari beskonechniy, ya'ni tugamas bo'lib qolaveradi. Tak, jigarlar, videomiz shulardan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.